Akalar, hammaga assalomu alaykum. Bugun bitta generator bor edi, katta devjok, ya'ni 15 kW tok chiqar ekan. Sotiladi. 24 motori qo'yilgan, rossiyskiy generator qo'yilgan, 15 kW tok chiqaradi. Korxona yoki boshqa narsalar ishlatilaman deyotgan odamlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Pastga nomerini qoldiraman. Metanda ishlaydi. Bitta kalitda yonadi, xullas kalom bezatkasi ishlaydi. Egalari o'zlari transformator qo'yib, tok tortgan evaziga buni sotmoqchi bo'lyapti. Bitta yoqib ko'rsating. Akkumulyator ulaydi. Hamma joy chotga ishlaydi. Xullas kalom, kimga kim kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Pastga nomerini qoldiraman. Narxini o'zlari bilan kelishasizlar. Salomat, sog' bo'linglar.